Tasavvur qiling, ikki odam bir xil joyda turibdi. Imkoniyatlar bir xil, sharoit bir xil. Biri vaqt o'tib yo'qolib ketadi, ikkinchisi esa ko'rinmasdan yuqoriga chiqib boradi. Gap aql haqida emas, mehnat ham haqida emas. Bu ming bir odamdan bittasida bo'ladigan g'aroyib xususiyat haqida. Va eng qizig'i, unga ega odamlar o'zlari ham buni ko'pincha bilishmaydi. Agar bu format sizga mos kelsa, kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Bu yerda videolar reja asosida shoshilmasdan va ma'noga e'tibor berib tayyorlanadi. Iltimos, kanalimizga obuna bo'ling va videomizga o'z fikringizni qoldirib, like bosishni unutmang. Avval aniqlashtiraylik. Bu xususiyat iste'dod emas, iqtidordan ham emas, tug'ma daho bo'lish ham emas. Chunki tarix shuni ko'rsatadiki, eng aqlli odamlar doim ham oldinga chiqmagan. Demak, savol tug'iladi. Unda nimasi bilan farq qiladi? Nomi yo'q qobiliyat. Bu xususiyatning rasmiy nomi yo'q. Lekin psixologlar uni shunday tushuntiradi. Insoniyatning ichki vaqt bilan ishlash qobiliyati. Oddiyroq aytsam, ba'zi odamlar vaqtni quvlamaydi. Ular vaqtni ishlatadi. Ko'pchilik bugunni yutmoqchi bo'ladi. Bu odamlar esa ertani. Agar odamda shu xususiyat bo'lsa, odatda u tez javob bermaydi, bahslarga shoshilmaydi, katta va'dalar bermaydi. U ko'p gapirmaydi, lekin qaror qilsa qaytmaydi. Qiziq tomoni shundaki, bunday odamlar ko'pincha o'zini oddiy deb hisoblaydi. Chunki u ichida shovqini yo'q inson hisoblanadi. 2018-yilda olib borilgan tadqiqotda shuni aniqlashgan. Sekin qaror qabul qiladigan odamlar kamroq xato qiladi va uzoq muddatda yuqori natija ko'rsatadi. Ularning miyasi stress paytida ham faol qoladi. Chunki ular miyani tezlik rejimiga majburlamaydi. Inqirozda sinmaydi, bosimda yo'qolmaydi, vaqti kelganda esa boshqalardan oldinga chiqadi. Nega bu xususiyat kam uchraydi? Sababi oddiy. Jamiyat tezlikni maqtaydi. Tez boyish, tez mashhur bo'lish, tez natija ko'rsatish. Ammo bu xususiyat tezlikka zid. Shuning uchun unga ega odamlar ko'pincha e'tiborsiz qoladi, tan olinmaydi, hatto o'ziga ham ishonmaydi. Lekin tarix bitta narsani isbotlagan. Uzoq o'yinda shovqinsiz odamlar yutadi. Tarixiy misol keltiraman. Ko'p mashhur insonlar aynan shu xususiyat sabab yutgan. Masalan, ularning ko'pchiligi 30-40 yoshgacha hech kimga tanilmagan. Ba'zilar rad etilgan, ba'zilar masxara qilingan, ba'zilar kech ochilgan. Lekin ularni birlashtirgan bitta narsa bor edi. Ular shoshmagan. Va bunday odamlar odatda sekin boshlaydi, lekin oxirgacha yetib boradi.